Iste'dodli shoir, dramaturg, olim va jamoat arbobi Hamid Olimjon 1909-yil 12-dekabrda Jizzax shahrida dunyoga keldi. Talabalik yillaridayoq uning she'rlari gazeta-jurnallarda chop etila boshlaydi. U poeziyaga yangi nafas, yangi ruh, romantik va hayotiy misralarni olib kirgan shoir edi. Hamid Olimjonning hayotidagi eng go'zal sahifalardan biri shoir Tasa Zulfiya bilan tanishuvi. Ularning muhabbati adabiyot tarixida ilhom juftligi sifatida ham mashhur. Hamid Olimjonning mashhur asarlari Zaynab va Omon, Oydin kechalar, Suv bo'ylar. Hamid Olimjonning she'rlari yoshlik, go'zallik, sadoqat va mehr-oqibat haqida. Uning har bir misrasida samimiyat, saxovat va pok muhabbat uyg'un. Ammo u umuman kutilmaganda 1944-yilda fojiali yo'l transport hodisasida olamdan o'tadi. Shoir bor yo'g'i 35 yil yashadi, ammo o'zidan abadiy xotira, yuraklarga o'rnashib qolgan abadiy meros qoldirdi. Hamid Olimjon qisqa umr, ammo qanday buyuk ijod. Shunisi bilan ham u hali hamon o'zbek poeziyasining eng nurli timsollaridan biridir.